Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Xo'p, kitob taqdimoti deganda, ya'ni biz hayotimiz davomida o'qigan kitoblarimizdan eng bizga yoqadigan qaysidir kitobni kimgadir ulashni xohlaymiz, aytishni xohlaymiz yoki bo'lmasa o'sha kitobni o'sha taklif qilayotgan insonimiz o'qishni xohlaymiz. Xo'p, o'sha Asahi Talks loyihasida yoki bo'lmasa o'sha Asahida o'sha aynan ichki communityning ichida do'stlarimiz, hamkasblarimiz bilan birgalikda aynan qaysidir bir kitobni tanlash va uni taqdimot sifatida ko'rsatish va ularni asosan o'sha kichkina community o'rtasida diskurs qilish, ya'ni bahslashib o'sha umumiy ko'tarish maqsadimiz bo'lgan. O'sha men o'zim bir necha kitoblarni ro'yxat qilib chiqqanman. O'sha gaplashishimiz kerak bo'lgan yoki bo'lmasa prezentatsiya qilishimiz mumkin degan kitoblar ichida juda ko'p kitoblar bor edi. Ular orasida misol uchun deylik 1984 ni misol keltirishimiz mumkin yoki bo'lmasa o'zim sohamga oid bo'lgan boshqa kitoblarni misol keltirishimiz mumkin bo'lgan. Lekin shu paytgacha o'zim hayotimda eng bir chuqur iz qoldirgan kitoblardan bittasi Martin Edenni bilaman. Xo'p, nima uchunligini shu prezentatsiya davomida hamma tushunadi degan umiddaman. Lekin qanaqadir savollar yoki bo'lmasa qarshi fikrlar bo'ladigan bo'lsa, doim ochiqmiz. Xo'sh, kitobni boshlashdan oldin hammaga bias to'g'risida yana umumiy tushuncha bermoqchiman yoki bo'lmasa kimdir bias to'g'risida biladigan bo'lsa, bu juda yaxshi. Agar kimda kim bias to'g'risida umuman fikr bo'lmaydigan bo'lsa, umumiy bias inglizchadan tarjima qilganda og'ish deganini bildiradi. Inson o'zini hayoti davomida o'qigan, o'rgangan, bilgan kechinmalardan kelib chiqib qanaqadir qarorlar qabul qiladi. Bu ratsional bo'lishi mumkin, ya'ni aql bilan qilingan qarorlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa umuman irratsional qarorlar bo'lishi mumkin. Bular baribir qanaqadir ratsionalmi, irratsionalmi qaysidir ma'noda bizni umumiy og'ish anaqamizni belgilab beradi. Ya'ni misol uchun deylik, moliyachi sifatida men juda ko'p holatlarda qaror qabul qilishimga raqamlar ta'sir ko'rsatadi yoki boshqa odamlar uchun boshqacha. Misol uchun deylik, katta biznesmenlar uchun bu pul bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa doimiy kitob o'qiydigan odamlar uchun yoki bo'lmasa asosan Yunon yoki bo'lmasa Grek falsafasini o'qigan odamlar uchun bu umumiy mantiq yoki bo'lmasa Yerusalim deydi. Yerusalim falsafasini o'qigan odamlar uchun bu din bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa biaslar mavjud. Buni aytishimdan maqsad har bitta o'qiyotgan inson kitob o'qiyotgan paytda, xulosa qilayotgan paytda shuni e'tiborga olishni xohlardimki, uni ham o'zining biaslari bor. O'shandan kelib chiqib kitobga o'zining xulosasini beradi va buni hamma uchun umumiy radikal shunaqa g'oya sifatida ko'rsatish nisbatan noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, kitobni o'ziga qaytamiz. Hamma tushundi deb o'ylayman bias to'g'risida. Xo'p, asosan kitob o'qigan insonlarda men ko'p kuzatadigan narsalardan bittasi shuki, ular kitob va kitob yozuvchini alohida ajratishadi. Yoki bo'lmasa, ya'ni avtorni, ya'ni yozuvchini o'zini hayoti, xulosasi, dunyo qarashini alohida, kitobni alohida qarashadi. Bu men o'ylayman xato. Juda ko'p holatlarda o'sha aytganimdek bias, o'sha yozuvchi o'zini biaslari orqali qanaqadir asar yaratgan bo'lishi mumkin. Buni bilib bo'lmaydi. Yoki umuman ham 100% biaslardan, ya'ni og'ishlardan xoli holda yaratib bo'lmaydi. Xo'p. Jack London va Martin Eden. Chunki o'rtaga ovoz yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. Buni yechib qo'yaymi yo men tursin? Xo'sh, Martin Eden hamda Jack London ikkalasini bir-biriga yetarli darajada bog'liq deb o'yladim. Yana yaqinroq. Xo'sh, Jack London o'sha 20-asrda Amerikada, Kaliforniyada yashab o'tgan inson, oddiy ishchi sinfdan chiqqan, yetarli darajada hayotdagi o'sha paytdagi American Dream deydi. O'sha American Dreamga endi rivojlanib kelayotgan paytlar, endi umumiy hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, statistikadan ham umumiy iqtisodiy siyosiy tarafdan qaraydigan bo'lsak ham American Dream rosa rivojlangan paytdan ancha oldinroq tug'ilgan, yetarli darajada working class uchun yetarli darajada murakkabliklar, qiyinchiliklar mavjud bo'lgan. Nima uchun buni aytyapman? Aynan shu bias, aynan shu o'zini hayotda ko'rgan kechirganlari Martin Edenning qaysi qismlarida o'z aksini topadi. Xo'p, o'sha Jack London ishchi sinfdan chiqqan, yetarli darajada yozuvchi bo'lish uchun harakat qilgan, to'g'ri universitetda o'qimagan, o'qigan, tugata olmagan. Shu bilan bir qatorda o'sha o'zini asosiy basic need deydi, o'sha asosiy o'zini ta'minlash uchun kerak bo'ladigan narsalarni topishdan hattoki juda ko'p qiynalgan. O'sha bu oilasi bilan bog'liq bo'lgan muammolar yoki bo'lmasa o'sha oilasining doimiy stabil maoshi bo'lmagan bog'liq. Xullas, juda ko'p yetarli darajada ijtimoiy, sotsial-iqtisodiy muammolarga uchragan va buni biz keyin asarda har bittasini bo'limini tahlil qilganimizda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, aynan Jack London to'g'risida
umumiy hamma ma'lumotni aytmoqchi emasman. Umumiy o'sha aytmoqchi bo'lganimki, yozuvchi hamda asarda yetarli darajada bir-biriga bog'liqligini men tushuntirib bermoqchiman. Aynan asarda ham aynan fantasize deydi, yetarli darajada u darajada kuchli yoki zo'r ajoyib asar demoqchi emasman. Umumiy aytmoqchi bo'lganim har bitta asarga, har bitta yozuvchiga to'liq, sovuq, ratsional qarashimiz kerak degan xulosa bilan qarayapman. Martin Eden asarida o'sha asarda o'sha asar qahramoni aynan Martin Eden o'zi kambag'al dengizchi hikoyasi bayon qilinadi. Bu asarda aynan Jek Londonni nisbatan o'zi hayotda kechirgan kechinmalarni ko'rishimiz mumkin. Bu qaysi paytda u dengizchi bo'lgan yoki bo'lmasa o'sha Martin Eden nomini qayerdan olganligini ham shunchaki uni o'zini qo'lyozmalarida ham ko'rishimiz mumkin. Qaysi paytda Shvetsiya yoki shu atroflardagi o'sha qaysi bitta dengizchini ismidan olingan nom. Xo'sh, Martin Eden o'rtacha o'sha kambag'al working class deydi, ishchi sinfdan chiqqan bitta inson o'zini maqsadlari yo'lida yetarli darajada ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy qiyinchiliklarga uchrab, yakunda o'zini xohlagan maqsadga erishadi. Xo'p, o'sha yuqorida aytganimizdek bias nuqtai nazaridan kimdir misol uchun deylik, aynan goal oriented yoki bo'lmasa maqsadga aynan full yo'naltirilgan insonlar yoki bo'lmasa hayotga xuddi shunday perspektivada qaraydigan insonlar uchun bu aynan o'shanaqa. Ya'ni maqsad yo'lida tinmasdan harakat qiladigan inson sifatida gavdalanadi. Yoki bo'lmasa siyosiy yoki falsafiy tomondan xulosa qiladigan odamlar uchun jamiyatni yetarli darajada o'rtaholligi yoki bo'lmasa jamiyatda qaysidir ma'noda biz o'ylagandek bunda lotin tilida meritokratiya deydi, ya'ni aqlli insonlarni tepada chiqishi yoki bo'lmasa ularni boshqarishi naqadar yo'qligini ko'rsatib bera oladi. Shu nuqtai nazardan men yetarlicha buni siyosiy yoki bo'lmasa falsafiy kitob deb ayta olaman. Yoki bo'lmasa o'sha aspektlarni men o'zim ko'ra olganman deb hisoblashim mumkin. Sevgi boshlang'ich kitobda derivativ deydi, ya'ni push qiladigan faktorlardan boshlang'ich bu sevgi bo'ladi. Ya'ni Martin Edenni yakunda erishgan natijalarini orasida, ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsa, juda qo'pol anaqada prioritetlar orasida sevgi bo'lmaydi. Lekin boshlang'ich derivativ, fundament sevgilar bilan boshlanadi. Ya'ni o'sha yakunda erishadigan natijalarni barchasi uchun boshlang'ich faktor sevgi bo'ladi. O'sha oddiy ko'cha jangarisi bitta insonni hayotini qutqarib qoladi, jangarilardan qutqarib qoladi va o'sha qutqarib qolgan insonni yuqori klass vakili bo'ladi va u o'sha yuqori klass vakili o'zini uyidagilari bilan uni tanishtiradi. O'sha tanishtirish jarayonida u o'sha insonni, singlisini yaxshi ko'rib qoladi, sevib qoladi. Bu o'sha bu yerda yana anaqaga Yunon falsafasiga qaytib qolyapmiz. O'sha yerda yana Yunon falsafasi, ya'ni bu ruhiy sevgi, jismoniy sevgi degan narsalar mavjud. Ya'ni bu aynan kitobda bu o'sha bu ruhiy sevgi emasligi, shunchaki insonlarni ikkita inson bir-birini ko'rganda qanaqadir attract deydi, ya'ni bir-biriga tortishi, shunaqa narsalarni ko'rsatadi. Xo'sh, o'sha Martin Edenda o'sha o'zi qutqarib qolgan yuqori klass vakilining singlisini ismi Rut bo'ladi. Rut o'sha paytda universitetda o'qiyotgan bitta qiz. Undan garchi 2 yosh kichkina bo'lsa ham o'sha qizni yaxshi ko'rib qoladi. Ya'ni bu yerda Martin Edenni psixologik holatini ham ochib berishga harakat qiladi Jek London. Ya'niki u inson uchun yuqori, qanday tushuntirsa bo'ladi. Rut u uchun ruh deylik, ruh u uchun juda yuqorida qo'l ushlab bo'lmas narsa deb hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimiz hayotimiz davomida ham ko'rishimiz mumkin. Qaysidir narsalar biz uchun maqsadlar juda erishib bo'lmas bo'lganda biz uni fantasize deydi, ya'ni yuqori darajada fantasize qilib yuboramiz va unga erishish mumkin emas deb o'ylaymiz va shu uchun biz uni qaysidir ma'noda juda o'zimiz uchun ideallashtiramiz. Qachonki biz bunga erishganimizda bu yetarli darajadan juda oddiyligi, osonligini tushunganimizdan keyin biz uni qaysidir ma'noda prioritetlarimizdan tushirib yuboramiz. Xo'sh, bunda ham asar boshlanishidan xuddi shunaqa. Ruh o'zi uchun, Martin uchun juda yuqorida, ushlab bo'lmas darajadagi bitta inson sifatida, qaysiki ma'buda sifatida tasvirlanadi, lekin umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, yakunda u oddiy insonligini Martin Eden tushunib yetadi. Xo'p, bu asarda boshlanish nuqtasi, fundamental nuqtasi, bundan keyingi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy masalalar shunga ulanib ketadi. Xo'p, qiyinchiliklar o'ziga yarasha bir aspekt. Aynan bu kitobni umumiy ochib berish uchun bu qismlar tashib ketsa ham yetarli, lekin men uchun qanaqadir bu qiyinchiliklar, ya'ni bu Martin Eden uchun o'sha qashshoqlik, og'ir hayot, o'zini o'zi o'qitish, ya'ni bu yerda boya aytib o'tish esimdan chiqib ketibdi. Jek London o'sha self-made man deydi inglizchada, ya'ni o'zini o'zi
qanaqadir o'sha noldan ko'targan inson sifatida tasvirlanadi va xuddi o'sha narsani Jek London o'sha Martin Eden asarida ko'rsatishga harakat qiladi. Qaysidir ma'noda juda authentic deydi, ya'ni haddan tashqari bo'rttirma holatda olib ketishga ko'rsatishga harakat qiladi. Ya'niki o'sha o'zi 20 yoshda bo'lishiga qaramasdan o'sha bitta 24 yoki 25 o'rtacha yuqori klass vakili o'qishi o'rganishi mumkin bo'lgan ilmlarda u yetarli darajada o'rganib bo'ladi, adashmasam 2 yoki 3 yil davomida. Bunda ham yana o'sha fantasiya, ya'ni bo'lsa haddan tashqari ko'paytirib yuborish, bo'rttirib yuborish asarni. Xo'sh, sinfiy to'siqlar, adabiy kurash, sevgi va xiyonat. Xo'sh, sinfiy to'siqlar deganim, ya'ni upper class va lower class deydi, ya'ni ishchi sinf hamda yuqori sinf vakillari o'rtasidagi tafovut va bu tafovutda aynan o'sha yuqorida aytib o'tganimiz meritokratiya, ya'ni ilm asosida emasligi, shunchaki bu sotsial o'sha ijtimoiy farqligini ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda juda qiziq bir aytib o'tgan masalalardan bittasi bo'ladiki, o'z uchun xulosa qiladi. Ya'ni yuqori klass vakillari, Martin aytadiki asarda, yuqori klass vakillari va past klass vakillarining orasidagi bitta farq shunchaki ular bizdan ko'ra ko'proq ovqat yerkan deydi. Ya'ni shu yerda yetarli darajada signal bo'ladiki, ularda bir-biridan farqi yo'qligi, ya'ni o'sha paytda 20-asrda Yevropada yoki Londonda bo'lsin yoki Amerikada g'arbda bo'lsin, meritokratiya yetarli darajada ishlamayotganligini, ya'ni aqlli insonlar boshqarmayotganligini ko'rsatish bo'ladi maqsad. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimdek, maqsad uchun harakat qilayotgan odamlar uchun bu umuman boshqa kitob, siyosiy va falsafiy tomonni xulosa qiladigan odamlar uchun umuman boshqa kitob. Qaysidir ma'noda men o'sha paytda aynan siyosiy va falsafaga juda ko'p ichiga kirib ketganim uchun menga mana shu qirralari yetarli darajada ochib berilgan. Men o'sha paytdagi maqsad oriented inson bo'lmaganligim sababli men bu tomonlarni juda ko'p xulosa qilganman. Yana ham kimdadir boshqa xulosa, boshqa fikrlar bo'ladigan bo'lsa, har qanday slayd o'rtasida to'xtatib savolga javob berish mumkin. Xo'p, ijtimoiy hayot. Sinfiy tafovut, jamiyatdagi yuzlamachilik, ta'lim va madaniyat, muvaffaqiyatli bo'shlig'i. Endi bu yerda muvaffaqiyat so'ziga bir to'xtalmoqchiman. Ya'ni o'sha paytda American Dream yoki bo'lmasa Amerika orzusi uchun o'sha muvaffaqiyat termini asosiy bo'lgan. Ya'ni bu yerda uni muvaffaqiyatli bo'shlig'i, uni ijtimoiy, siyosiy, falsafiy tomondan xulosalari juda bir beyond discussion deydi-ku. Ya'ni haqiqatdan ancha uzoqda bo'ladi. Ya'ni bu biz ishongan, xulosa qilgan, maqsad qilgan narsalar naqadar bo'shligini biz yakunda hisob ko'rib olishimiz mumkin. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, o'zimiz hammamiz maqsadimiz bo'lgan qaysidir bitta periodda. 18-19 yoshlarda bu yaxshi universitetga kirish, yaxshi universitetni bitirganimizdan keyin yaxshi ishga kirish yoki bo'lmasa bla ketaveradi bu. Va o'shanda biz maqsad qo'yganimizda u biz uchun qanchalik o'z o'rni borligi, qanchalik mantiqliligi, qanchalik biz uchun kerakliligini doim xulosa qilganmiz, lekin nimagadir erishib bo'lganimizdan keyin uni bo'shligini ko'ramiz. Agar kimdan kim yo'q, unaqa bo'lmagan, men o'sha maqsadimga erishganimdan keyin aynan o'sha xohlagan narsalarga erishganman degan inson bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Qaysidirki inson oramizda o'ziga maqsad qo'ygan va maqsad qo'yayotgan paytidagi u uchun o'sha asosli deb bergan xulosalar, misol uchun deylik, bitta inson biznes boshlayman degani yoki qanaqadir yaxshi ishga kiraman deganligi u uchun asosli bo'ladi, to'g'rimi? Erishgandan keyin ham o'sha asoslar o'z holida qoladimi, qolmaydimi? Deyarli qolmaydi, hech kimda qolmaydi. Agar kimda kim yo'q, aynan men erishishimdan oldin o'ylagan narsalarim hali erishganimdan keyin o'sha holda turibdi deydigan bo'lsa, o'sha odam qo'lini ko'tarsin. Savol javob qilamiz va o'shanda o'sha muvaffaqiyatli bo'shlig'ini, chunki muvaffaqiyat termini yaqin 1-2 asrda biz uchun muhim bo'lib boshladi. Bo'lmasa yaqin biz yozilgan tarix boshlangandan keyin muvaffaqiyat termini deyarli bironta asarlarda yoki o'sha biz bias deb ataydigan insonlar ham yozgan asarlarda yetarli darajada muvaffaqiyatni anaqada ko'rolmaymiz. Asosiy sahnada ko'rolmaymiz, yo'q. Chunki misol uchun deylik, o'sha 19-asrdan boshlab industrial revolyutsiya boshlangan bo'lsa, o'shandan keyin aynan nimagadir erishish, iqtisodiy wealth deydi, o'sish boshlangan bo'lsa, katta. Ungacha o'sish doim kichkina bo'lgan. Ya'ni boylikka erishish degan xulosa o'sha 19-asrgacha asosan kimdir boyligi bo'lgan, qo'ldan qo'lga o'tib turgan. O'sha 19-asrdagi industrial revolyutsiya bo'lgandan keyin biz misol uchun wealth generate qilishni boshladik. O'shandan keyin bizda o'sha American Dream bular bilan birgalikda bizda muvaffaqiyat xulosasi yoki muvaffaqiyat degan qanaqadir termin boshlandi demoqchiman. Xo'sh, umumiy muvaffaqiyat masalasini gaplashib bo'ldik. Endi aynan Martin Edenning muvaffaqiyati qanday bo'ladiki, ya'ni uni yakunda o'sha o'z uchun qo'ygan muvaffaqiyati yetarli darajada ijtimoiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lish, yozuvchi sifatida. Chunki u yozuvchi bo'lishdan tashqari ham juda ko'p imkoniyatlari bor edi. O'sha yaxshi ko'rib qolgan qizini otasi orqali qanaqadir high ranking
pozitsiyada o'tirishga imkoniyati bor edi. Ya'ni yuqori pozitsiyali anaqada o'tirishga imkoniyati bor edi, lekin u bundan foydalanmadi. U o'zi muvaffaqiyatlar orqali o'zi harakat qilib, qaysidir ma'noda yozuvchi bo'lishga va o'sha yozuvchi bo'lish orqali ayoliga erishish, o'sha qizga erishishga harakat qildi. Lekin yakunda erishganda bu naqadar pushligini, naqadar o'ylagan narsalari o'zi o'ylagandek emasligini o'zi uchun xulosa qildi. Birinchi falsafiy xulosa o'sha Platonni Allegory of Cave deydi. Ya'ni o'sha tushuntiradigan bo'lsa, ya'ni bir to'da odamlar g'orda bo'lishadi, ular g'orda zanjirlangan holda bo'lishadi. Orqada esa bir to'da odamlar ularga olovlar orqali, olovlar soyasi orqali ularga umumiy anaqani berishadi, kartinani berishadi. Ya'ni biz shunaqasi o'tirganingizda tasavvur qiladigan bo'lsak, orqada insonlar yoki chiroq yoqib turibdi yoki bo'lmasa qanaqadir ko'rinmasak ham chiroq yoqib turgan orqali qanaqadir bir anaqani ko'rsatishadi. Ya'ni biz soyani ko'rib turib xulosa qilamiz. Buni o'sha hozirgi kundagi jamiyatga ham qo'llashimiz mumkin. Buni qanchalik aytish mumkin bilmayman. Ya'niki siyosiy elita qanaqadir umumiy jamiyatda o'yinlar ko'rsatganda biz doim boshqacha xulosa qilamiz. Lekin ularda boshlanishda maqsadlar, motivlar boshqacha bo'ladi. Platon Allegory of Cave g'oyasini ham bundan xulosa qilib chiqqanimki, ya'niki biz jamiyatni o'sha juda tor perspektivadan juda kalta ko'ramiz. Qachonki biz o'zimiz o'sha boyagi umumiy ijtimoiy yoki bo'lmasa qanaqadir jamiyatdagi fundamental zanjirlarni yechganimizdan keyin o'zimiz xulosa qilib boshlaymiz. Ya'ni qaysidir ma'noda kattalar aytgani to'g'ri yoki bo'lmasa kimlardir aytgani to'g'ri dogmalardan sekin qochib turib o'zimiz xulosa qilib boshlaganimizda haqiqiy haqiqat bizga ochila boshlaydi. Friedrich Wilhelm Nietzsche'ni Slave Morality Individualism g'oyasini bu yoqda aytib ketgan sababi jamiyatda yetarli darajada individualistik g'oya o'zi Jack London o'zi sotsialist bo'lgan, ya'ni kapitalizmga yoki bo'lmasa individualizmga yetarli darajada o'zi ishonmagan. Garchiki o'zini hayoti davomida butun hayoti individualizm asosida qurilgan bo'lsa ham, kitobda buni yetarli darajada bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilgan qo'shtirnoqchida. Jeremy Benthamning utilitarizm g'oyasini qo'shganman, lekin bu yetarli darajada qarshiliklarga, xato fikr deb anaqalarga tanqidlarga sabab bo'lgan. Lekin shu yerda yana bir aytib o'tib ketishni xohlayman. Inson, ya'ni bu Jeremy Benthamning g'oyasi qanaqaki, inson maksimal iste'mol qilganda baxtga erishadi degan g'oya. Ya'ni bu qaysidir ma'noda o'sha asarda bu xatoligini ko'rsatishga Jack London harakat qiladi.